Septaleta Plus pastilkalari aktiv moddalarning kombinatsiyasi tomog'ingizdagi og'riqni yengillashtiradi. Plus effektni hoziroq his qiling. Septaleta Plus pastilkalari. Ikki xil yo'talga to'xta deng. Yo'talning ikki turi uchun quruq yo'talni yengillashtiradi, balg'am ajralib chiqishni yaxshilaydi. Girbion, ikki xil yo'tal, ikki xil yechim. Bizning qaymoqli yozimiz ona mehri bilan isitilgan, bu ulkan baxt ta'midir. Shedraya leta, haqiqiy bekalar siri. Uning boshi og'riqdan yorilay deganda, men faqat Trimolga ishonaman. Trimol bosh og'rig'iga qarshi bir zumda ta'sir qiluvchi dori. Mikroperetlarga tufayli mikrozim ortiqcha yeb qo'yganda va noto'g'ri ovqatlangan hollarda tezda oshqozoningizga yordam beradi. Osh ko'plik qilmaydi. Mikrozim oshqozoningiz g'amxo'ri. Tanaffusmi? KitKat bor. Nestle sifati. Valimint sizga hamdam, tomoqqa malham. Endi yangi yorqin o'ramda. Siz menga sog'lom keraksiz. Дорогая семья, давайте хоть раз не будем говорить о чае. Ахмад Ти. Чай – это наша жизнь. Anzibel tomoq va og'iz bo'shlig'ining yuqumli kasalliklarida. Anzibel tomog'ingizning sog'lom musiqasi. Bu oddiy ekran emas. Bu oyna. Yo'q, ikkita oyna. Bu har doim birinchi qatordan joy. Va qorong'ulikda ko'rish imkoniyati. Bu ajoyib kamera. Shuningdek, yon daftar ham. Chunki bu oddiy ekran emas. Bu yangi Samsung Galaxy Note 4. Shamollash va gripp mavsumida biz malina murabbosi bilan davolanamiz. Arbidol qabul qilgan bo'lsangiz, albatta, Arbidol qabul qilsangiz, hamma vositalar ham yordam beradi. Mobil aloqa yuqori texnologiya deysizmi? Innovatsion takliflar siz uchunmi? Manfaatli yechimlarni ko'zlab bonuslarga ega bo'lishni istaysizmi? Ilk bor Beeline'dan yangi foydali maslahatlar loyihasi. Internetdan faol foydalanasizmi? Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilib, do'stlaringizning yorqin suratlarini baholaysizmi? Balki rasmlar yuklashga odatlangandirsiz. Futbolning jonkuyar ishqibozimisiz? Ob-havoni kuzatasizmi? Google va pochtadan foydalanasizmi? Aytaylik, har kuni internetga bir necha bor kirasiz. Taxminan kuniga 10 marta deylik. Har bir kirishda o'rtacha 1 megabayt sarflanadi. Bu kuniga 10 megabayt deganidir. Hisoblasak, oyiga 300 megabayt. Agar internetdan tarif bo'yicha foydalanilsa, unda megabayt uchun taxminan 10 sent sarf etiladi. Demak, oyiga $30 sarf etilishi mumkin. Agarda 325 megabayt internet paketdan foydalansangiz, oyiga atiga $5,5 sarflashingiz mumkin. Tabriklaymiz. Ushbu mablag'ga internetdan yanada ko'proq foydalanishingiz mumkin. Bu yana bir foydali maslahat edi. Tomosha qilishni tavsiya etamiz. Beeline, hayotning yorqin tarafida bo'l. Raduga, nafis ta'mning rohati. Yoshlar. Порошок Якс 3 килограмма на 38 стирок. Якс. Sirlar, shubhalar, sharpalar, taqdirlarni bir-biriga bog'lovchi ham, yuraklarni hasratda dog'lovchi ham shular. Ammo bir narsa ayon, haqiqat hamisha barqaror, muhabbat esa betakror. Qismatni qoplagan zulmat, zulmatni zabt etgan qismat, mudhish jinoyatlar va sinoatlar qulfini birgalikda ochamiz. Borgo Larichi sirlari tez kunda, albatta yoshlarda. O'yin boshlandi.
Nima bo'ldi? Nil hadamay Yanki stadionini o'maradi. Haliyam meni o'g'ri deb o'ylayapsanmi? Baliq suvsiz yasha olmaydi. Asl basharangni avvalroq bilganimda boshqacharoq gaplashardim. O'zingni qanaqa ekaningni o'zing bilasanmi? Sara o'ziga katta baho berib yubormayaptimi? O'g'rining sherigi muttaham bo'ladi. Albatta, Sara. Hazillashyapsanmi? Sen o'z manfaating yo'lida boshqalardan foydalanasan. Hatto jinoyatchilardan ham foydalanaman. Bizni kuzatishayotgan bo'lishi mumkin. Ularga tutishga odam beramiz. Taylor yollanma o'g'ri. Uni kim yollaganini va nima o'g'irlamoqchiligini aniqlash kerak. Ba'zi jinoyatchilar umuman qo'lga tushmasligi haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Ular bizni eshitganda allaqachon kelishardi. Demak, o'qlar yomg'iri ostida halok bo'lamiz. Oq suyak izquvar. Newning xatlaridan kod topishibdi. Bu yaxshi emas. Ikkinchi fasl. Qimmatbaho buyumlar, chalkash voqealar, qiziqarli joylar. Dushanbadan payshanbaga qadar soat 22:50 da. Albatta, yoshlarda. Hech bir navqiron yigit taqdiriga nimalar bitilganini bila olmaydi. Buyuk taqdir egasi bo'lsang ham o'zing juda kichik ekansan. Sen kimsan? Ismim Merlin. Merlin. Agar sehr ishlatsang, seni o'ldirishlari mumkin. Qirol deb o'ylayapsanmi o'zingni? Yo'q, uni o'g'li Arturman. Artur kelajakda qirol bo'ladi va Albionni birlashtiradi. Qahramonlik ko'rsatdi. U sehr jodudan foydalanyapti. Biz hali ham Valiantni fosh qilishimiz mumkin. Watson ishlatyapti. Hozir sehr ishlatadigan vaqt emas. Nima qilyapsiz? Uni uyidan sehrli tumor topdi. Bu kulgili-ku. Bu tuzoq. Afsungar. Merlin, sen mardlik ko'rsatding. Dushanbadan shanbagacha soat 16:10 da. Bu boshlanishi. Albatta, yoshlarda. Menimcha bu muhabbat. Nisha, orzuyimdagi shahzodani uchratdim. Madhul, ismim Raja. Nega seniki Rani emas? Aka, nega uni ismi Raja-yu meniki Rani emas? Bolaligimizdayoq taqdirimizni birlashtirishga niyat qilgandingiz, akajon. Sizlarga oq fotiha bergani keldim. Kuyovmenman, janob Rana. 100 million qarz olganingizni unutmang. Dushmanni g'aflatda qoldirish uchun ularning ishonchini qozondim. Agar ishni rejadagidek bajarsang, bir umr rohatda yashaysan. Madhu, akang senga nisbatan munofiqlik qildi. Ularning maqsadlari sizlarni bir umrga ayirish edi. O'sha gadoyning yoniga bormaysan. Madhu! Qalbingdagi o'sha yaramasning sevgisi yonib bitadi. To'yga hamma narsa tayyor. Nikoh marosimini o'tkazsak bo'ladi. Shahzoda ertaga va indinga soat 17:50 da. Albatta, yoshlarda. Evolyutsion granulalar. Zеленый чай kir yuvish kukunida. Yoshlar